Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlarga yulduzlar hayotidan eng qiziqarli ma'lumotlar yetkazishda davom etamiz. Ushbu dasturimizda to'ylarda, bayramlarda eng talabgor xonandalar hit paradini namoyish etishga harakat qilamiz. Mayday xabarlariga ko'ra, to'ylarga qaysi xonandalar ko'proq taklif etiladi? Kimlarga talab katta degan savollarga javob olingan. Ushbu so'rovnomaga ko'ra, birinchi o'rinlarda Farruh Zokirov, DJ Piligrim, Shahzoda, Yulduz Usmonova, Sevara Nazarxon, Munisa Rizayeva. Demak, quyida to'ylarda eng talabgor xonandalar reytingini, to'ydagi xizmat narxini sizlarga aytib o'tamiz. Madina Wedding event agentligi O'zbegim to'ylarida eng mashhur bo'lgan 3 xonanda nomini aytib o'tdilar. Ular Farruh Zokirov, DJ Piligrim va Shahzoda. DJ Piligrim xonanda administratori Jasur. To'ydagi xizmat narxi 9 million 600 ming so'mdan 2 million 800 minggacha. Farruh Zokirov xonanda administratori Igor. To'ydagi xizmat narxi 9 million 600 ming so'm. Shahzoda xonanda administratori Davron. To'ydagi xizmat narxi 5 million 100 ming so'mdan 6 million 400 minggacha. Art Show event agentligi esa to'ylarimizda talab katta bo'lgan xonandalar qatoriga DJ Piligrim, Yulduz Usmonova, Sevara Nazarxonlarni kiritgan. Yulduz Usmonova xonanda administratori Sherzod. To'ydagi xizmat narxi 12 million 800 ming so'm. Sevara Nazarxon xonanda administratori Bahrom. To'ydagi xizmat narxi 12 million 800 ming so'm. Big Mac event agentligi fikriga ko'ra esa Munisa Rizayeva, Ulug'bek Rahmatullayev va Shahzod guruhi to'ylarda mashhurdir. Munisa Rizayeva xonanda administratori Dilmurod. To'ydagi xizmat narxi 4 million 480 ming so'm. Shahzod guruhi xonanda administratori Saidumar. To'ydagi xizmat narxi 6 million 400 ming so'mdan. Ulug'bek Rahmatullayev xonanda administratori Dilshod. To'ydagi xizmat narxi 3 million 840 ming so'mdan. Mr. Happy xodimlari fikriga ko'ra, to'ylarga eng ko'p taklif etiladigan xonandalar qatoriga Ulug'bek Rahmatullayevni, Mavluda Asalxo'jayevani va Ziyodani kiritish mumkin ekan. Mavluda Asalxo'jayeva xonanda administratori Saidolim. To'ydagi xizmat narxi 4 million 480 ming so'm. Ziyoda xonanda administratori Timur. To'ydagi xizmat narxi 2 million 800 ming so'mdan 3 million 200 ming so'mgacha. Anna Mariya agentligi esa Rayhon, Lola va Shohruxxonlarni to'ylarga eng ko'p taklif etiladigan xonandalar qatoriga kiritdilar. Rayhon xonanda administratori Sherbek. To'ydagi xizmat narxi 5 million 100 ming so'm. Lola xonanda administratori Gulsina. To'ydagi xizmat narxi 6 million 400 ming so'm. Shohruxxon xonanda administratori Sirojiddin. To'ydagi xizmat narxi 2 million 560 ming so'm. Yuqorida sanab o'tilgan xonandalarimiz O'zbegimning eng yaxshi kunlarida xizmatda bo'lishadi. Xonandamiz ishlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.